Kani balalar, barımız bir arayız. Balalar bugün bizim okul hareketimiz kuşlar takımında olaydı. Bugün mene kaç oldu? Sayfa kuşlar oldu bugün. Joja kuşları jol kuşlar oldu ekan. Endi kuşlar arkadaş kuşlarning basi bo'ladi mi? Denesi, quyruğu, uzunligi bo'ladi, qanoti bo'ladi ekan. O'sha qanot orqali ushadi, oyoqlar orqali yerga qo'nib yuradi ekan ya. Balalar kuşlar bizim do'stimiz deb atamiz ya, aytamiz ya, ikkala kuşlar tabiatning ko'rkiga biz kuşlar ziyonli janliklarni qo'rg'aydi, oqshamizni qo'rg'aydi. So'ndaqdan balalar biz kuşlarga qamqor bo'lib kerak. Biz balalar aldida turgan didaktalik o'yinlarda hozir kuşlarimizni ko'riklisini topib ko'raylik qani. Qaniki bizga qisab qoladigan qushlarning ishini bor, to'rg'ay, suv to'rg'ay, ular suvga to'rg'ay qushlar ya, sebebi ularga biz osonday yurishib beramiz. Ular kuşlarga jim shalg'ish diye biz balalar o'sha kuşlarga to'g'lash uchun, kuşlarga ko'maklashish uchun istaymiz hozir. Ermak sazi foydalanib, ularga jim jasab beraylik balalar. Tamam, jasab beramiz ya. Jimlerin qaniki o'ynashib. Kuşlarga biz hozir ermak sazi orqali kuşlarga hozir hozir aldarına yemek sazı Halbuki o şu balalar ise yemek sazı ağlamızda, kolumuzga alıp, mesela sık döndürüp deyip domalakta to'rg'ay, to'rg'ay, to'rg'aysın. Chaqin, yaqin kelib. Chaqin to'rg'aysın. Jim shashayib to'yral. Sonda to'rg'ay, to'rg'aysın. Kuşlar hareketini tanıştık. Kuşlar takımını yapalım. Bala kuşların denesi 3 bölge turadigan basi, denesi, quyruğu, және qanoti bo'ladi ekan. Bugun balalar biz kuşlarni nerasiga Kuşlarga hamma qilsa buni jim shalg'ishga solib qo'yamiz endi. Kuşlarga